Ona qurbon, ota esa qo'rg'on deyishadi. Ammo quyida namoyish etiladigan lavhamizda na farzand o'zining dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan otaga oqibat ko'rsatdi, na ota farzandiga qo'rg'onlik qildi. Spirtli ichimliklarga mukkasidan ketish otani qotilga aylantirdi. Gap shundaki, Farg'onada ko'z ko'rib, quloq eshitmagan jinoyat sodir etildi. Ota o'z farzandining qotiliga aylandi va e'lon qilingan sud hukmidan norozi bo'lib, jazoni yengillatishni so'radi, deya xabar beradi muxbirimiz sud zalidan. Sovuq panjaraga suyanib sodir etgan jinoyati uchun yengillik so'rayotgan bu odam 5 farzandning otasi. Afsuski, bir quchoq nabiralarga bobo bo'lgan bu insonning qo'llari o'z jigarbandining qoniga belangan. Yoshi 70dan oshgan munkillab qolgan, balki mudhish jinoyatdan keyin o'tgan 5 oy qilingan nadomatlari uning qaddini bukkandir. Ammo baribir peshonasida bolasining qotili degan tamg'a bor. Otani qotilga, farzandni marhumga aylantirgan falokat spirtli ichimlik iste'molida me'yor unutilganligi sababli sodir bo'lgan. Mazkur sudlangan shaxs 2024-yilning 1-sentyabr kuni o'zining 41 yoshli farzandi bilan uzumdan sotishdan tushgan pulni mojarosi chiqatdi. O'z xonadonida, ya'ni Oltiariq tumani Toshobod mahalla fuqarolar yig'inida janjal chiqargan. Janjalda oqibatida qo'liga oshxona pichog'ini olib, farzandining chap ko'krak qismiga bir marotaba sanchgan. Buning oqibatida marhum 41 yoshli o'g'li vafot etgan. Mazkur jinoyat avval jinoyat ishlari bo'yicha Oltiariq tumani sudida ko'rilgan va sudlanuvchiga qilmishiga yarasha jazo tayinlangan edi. Yoshining ko'p qismini o'tkazib bo'lgan ota qamoq jazosi muddatini maqbul deb topmay, Farg'ona viloyat sudiga apellyatsiya tartibida murojaat qilgan. Mahkumga nisbatan jinoyatchilar bo'yicha Oltiariq tumani sudi ish materiallarini ko'rib chiqib, 2024-yilning 6-dekabr kuni Jinoyat kodeksi 97-moddasi 1-qismidan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Sudlangan shaxsning yozgan apellyatsiya tartibli shikoyati apellyatsiya sudi hay'ati tomonidan o'rganib chiqilib, sud hukmi to'g'ri va qonuniy chiqarilgani sababli o'zgarishsiz qoldirildi. Ota ortimda qol deb duo qiladigan farzandini o'z qo'li bilan tiriklar orasidan ketishiga sababchi bo'ldi. Bahodir Maqsudov, Dostonbek Allomov, Ovozi informatsion dasturi uchun Farg'onadan maxsus.